Assalomu alaykum dadajon. Kim kavushimni orqasini bosib tayladi? Kim? Aya, men dedi. Men dadasi. Salonning salatini yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasa Fo'rlatmasdan hech. Chapillamasdan ye ovqatni. Hop. Ikki qo'lda sindir nonni. Suyanmasdan o'tasan. Nogironmi bu? Tarbiya berishni bilmaysan, qishloqqa. Chapillama kuchuk, chapillama. O'qishdan nimaga to'r olding? Uxlab qopman. Almashtir. Sen nima kundaligingni olib kelmading? Dadajon shuni stulchi ko'tarib kelibdi. Borib kes stolni. Yig'lama bo'ldi, jig'lama. Jilyapman. Qayda juribsan? Bola jig'layib yotibdi-ku. Lalaka tagliklar olib keldim. Nima edi u? Bolaga taqsangiz mazza qilib yotadi. Hattoki taglik borligini ham sezmaydi. Qaydan olib kelding? O'zbekiston hamma magazinlarida bor. Hattoki o'zim marketdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. To'g'ri gapir, reklamachiga o'xshab gapirasan. Reklamasiga pul olganmisan? Yo'q. To'g'ri qol, ko'zimga ko'rinma, bolaga o'zim qarayman. Qarashni ham bilmaysan. Papayam, seni taktını geldik nam. Gelik dedikte, dozil pipayom. Qaytada keldi? Tuya ko'rdilaringmi? Uni yer ko'rganimiz yo'q. Ochib qo'yma, muklasan! Odam tushmas qor bo'ling dada.